Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun men sizlar bilan nafaqat O'zbekiston, balki butun dunyo bo'ylab millionlab odamlarning hayotiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan juda muhim mavzuni muhokama qilaman. Ayniqsa nafaqaxo'rlarimiz uchun bu yangiliklar shunchaki ma'lumot emas, balki ularning kelajagini belgilaydigan, moliyaviy barqarorligini ta'minlaydigan yoki aksincha ba'zi tushunmovchiliklarga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan jiddiy o'zgarishlardir. Hozirgina ma'lum bo'ldiki, barcha nafaqaxo'rlar uchun qoidalar o'zgarmoqda. Bu haqiqatan ham har bir kishiga tegishli bo'lgan. Har bir nafaqaxo'r oilasi bilishi shart bo'lgan ma'lumotdir. Shuning uchun iltimos diqqat bilan tinglang. Chunki bu video sizning va yaqinlaringizning kelajakdagi farovonligi uchun juda muhim. Kanalimga obuna bo'lishni va ushbu videoni hoziroq like bosishni unutmang. Shunda bu muhim ma'lumot ko'proq odamlarga yetib boradi. Core of the problem endi masalaning tubiga chuqurroq kirib boraylik azizlarim. Oldinlar nafaqa tizimi qanday ishlardi va hozir qanday tub o'zgarishlar yuz bermoqda. Avvallari ko'pchiligingiz yaxshi bilganingizdek, nafaqa hisoblash tizimi asosan shaxsning mehnat staji va uning faoliyati davomidagi ish haqi miqdoriga bog'liq edi. Ya'ni agar siz ma'lum bir yoshga, erkaklar uchun 6 nin, ayollar uchun 75 yoshga yetgan bo'lsangiz va qonunchilikda belgilangan minimal ish staji, masalan 25 yil erkaklar uchun, 20 yil ayollar uchun ega bo'lgan bo'lsangiz, siz qonun hujjatlarida ko'rsatilgan tartibda nafaqa olish huquqiga ega bo'lardingiz. Nafaqa miqdori ko'pincha ish stajining davomiyligi, ayniqsa so'nggi 5 yildagi eng yuqori ish haqi ko'rsatkichlari asosida aniqlanar edi. Shu bilan birga davlat har yili inflyatsiya darajasini hisobga olgan holda nafaqalarni indeksatsiya qilib borardi. Ya'ni ularning xarid qobiliyatini saqlab qolish maqsadida miqdori oshirib borilardi. Bu jarayon nisbatan barqaror, tushunarli va ko'pchilik uchun taxmin qilinadigan edi. Har bir fuqaro umumiy qoidalar asosida o'z nafaqasining taxminiy miqdorini hisoblashi mumkin edi. Ammo hozir vaziyatda sezilarli o'zgarishlar yuz bermoqda. Yangi qoidalar bir qator juda muhim va fundamental o'zgarishlarni o'z ichiga oladi. Bu esa nafaqa tizimining umumiy falsafasini ham o'zgartiradi. Eng asosiysi, nafaqa hisoblash formulasi tubdan qayta ko'rib chiqilmoqda va bu shunchaki kichik bir o'zgarish emas, balki butun tizimga yangi yondashuvni anglatadi. Endilikda nafaqa miqdorini aniqlashda nafaqaxo'rning mehnat faoliyati davomidagi umumiy ish staji bilan bir qatorda. Uning individual pensiya jamg'arma hisob varagidagi yig'ilgan mablag'lar ham juda katta ahamiyat kasb etadi. Hatto deyarli ustuvor ahamiyatga ega bo'ladi. Bu degani oldingidek faqatgina rasmiy ish staji yoki ish haqi emas, balki aynan sizning pensiya jamg'armasiga muntazam ravishda to'lagan badallaringizning miqdori va bu badallar ustida yillar davomida to'plangan investitsion daromadlar agar mavjud bo'lsa, sizning nafaqangizning kelajakdagi hajmiga to'g'ridan to'g'ri va eng kuchli ta'sir ko'rsatadi. Bu o'zgarish nafaqa tizimini yanada shaxsiy javobgarlikka asoslangan modelga o'tkazishga qaratilgan bo'lib, har bir fuqaroni o'z kelajagi haqida ko'proq o'ylashga undaydi. Bundan tashqari, ba'zi imtiyozli toifalar uchun nafaqa tayinlash tartibiga ham aniqlik kiritilmoqda va ba'zi hollarda o'zgartirishlar kiritilmoqda. Ayniqsa nogironligi bo'lgan shaxslar, boquvchisini yo'qotgan oilalar va davlat tomonidan ijtimoiy himoyaga muhtoj deb etilgan fuqarolar uchun. Hukumat bu o'zgarishlarni nafaqa tizimini yanada shaffof, adolatli va har bir fuqaroning o'z hissasi bilan mutanosib bo'lishini ta'minlashga qaratilgan deb ta'kidlamoqda. Biroq shuni ham ochiqdan olish kerakki, har qanday yirik islohot kabi bu ham ba'zi hollarda fuqarolar uchun kutilmagan natijalarga olib kelishi mumkin. Ayniqsa norasmiy sektorda faoliyat yuritganlar yoki o'z badallarini muntazam to'lamaganlar uchun. Mayn partiya keling. Endi ushbu o'zgarishlar yanada batafsilroq va chuqurroq tahlil qilaylik aziz tomoshabinlar. Birinchi navbatda nafaqa hisoblashdagi yangi yondashuv nimani anglatadi va u avvalgisidan qanday farq qiladi? Avvalgi tizimda agar siz masalan 30 yil davomida rasman ishlagan bo'lsangiz va o'rtacha ish haqingiz ma'lum bir darajada, masalan mamlakatdagi o'rtacha ish haqining 2 barobar miqdorida bo'lsa, sizga shunga mos ravishda, ya'ni ish staji va maoshga mutanosib ravishda nafaqa tayinlanardi. Bu yerda asosiy e'tibor ish stajiga va faoliyat davomidagi maoshning umumiy ko'rsatkichlariga qaratilar edi. Endi esa yangi tizimda sizning har oyda pensiya jamg'armasiga to'lagan badallaringizning miqdori, ushbu badallar qancha muddat davomida muntazam to'langanligi va bu mablag'larning yillar davomida qanday investitsion daromad keltirgani
agar bunday mexanizm joriy etilsa juda muhim bo'ladi. Tasavvur qiling. Sizning nomingizga ochilgan shaxsiy pensiya hisob varag'i bor va sizning ish beruvchingiz, agar siz yollanma ishchi bo'lsangiz yoki sizning o'zingiz tadbirkor yoki yakka tartibda ishlovchi bo'lsangiz, har oyda ushbu hisob varaqqa ma'lum bir summani o'tkazib borasiz. Ushbu mablag'lar yillar davomida to'planib ma'lum bir foizda ko'payib borishi mumkin. Bu esa sizning jamg'armangizni inflyatsiyadan himoya qilishga va hatto ko'paytirishga xizmat qiladi. Yangi qoidalarga ko'ra, siz nafaqaga chiqqaningizda ushbu yig'ilgan mablag'larning umumiy summasi va uning to'planish dinamikasi sizning nafaqangizning asosiy qismini tashkil qilishi mumkin. Bu degani, kim o'z mehnat faoliyati davomida ko'proq va muntazam ravishda badal to'lagan bo'lsa, uning nafaqasi ham shuncha yuqori bo'lishi ehtimoli sezilarli darajada ortadi. Bu tizim fuqarolarni rasmiy mehnat faoliyatiga va pensiya jamg'armasiga o'z hissalarini qo'shishga undaydi. Xo'sh, bu o'zgarishlar kimlarga aniq ta'sir qiladi? Kim xavotirlanishi kerak va kim xavotirlanmasligi mumkin? Birinchidan, bu ayniqsa hozirda ishlayotgan va nafaqa yoshiga yetmagan fuqarolar uchun, ya'ni faol mehnat yoshidagi aholi uchun juda muhimdir. Agar siz hali yosh bo'lsangiz va faoliyat yuritayotgan bo'lsangiz, demak, bugundan boshlab o'zingizning pensiya jamg'arma hisob varag'ingiz holatini diqqat bilan kuzatishingiz kerak. Sizning ish beruvchingiz tomonidan to'lanayotgan badallar to'liq va o'z vaqtida o'tkazilayotganiga har doim ishonch hosil qiling. Chunki bu sizning kelajakdagi nafaqangizning miqdoriga bevosita va katta darajada bog'liq bo'ladi. Agar sizda norasmiy daromad manbalari bo'lsa yoki norasmiy ravishda, ya'ni konvertda ish haqi olib, pensiya badallari to'lanmasa, bu o'zgarishlar siz uchun jiddiy muammolarga olib kelishi mumkin. Chunki sizning shaxsiy pensiya hisob varag'ingizga badallar tushmaydi va bu nafaqangizning kelajakda juda past bo'lishiga, hatto minimal darajada qolishiga sabab bo'ladi. Bu holatda siz uzoq yillar ishlagan bo'lsangiz ham nafaqangizdan qoniqmasligingiz mumkin. Ikkinchidan, bu o'zgarishlar hozirda nafaqa olib turgan shaxslarga ham ta'sir qiladimi? Hozirgi ma'lumotlarga ko'ra, hozirda nafaqa olib turgan shaxslarning nafaqa miqdori tubdan o'zgarmasi kutilmoqda. Ya'ni ular oldin qanday nafaqa olgan bo'lsa, shunday olishda davom etadilar. Bu qoidalar odatda o'tgan davrni qamrab olmaydi. Aksincha kelajak uchun mo'ljallangan. Biroq kelajakdagi nafaqalarning indeksatsiyalari va qayta hisoblashlar jarayonida yangi formula ba'zi jihatlarda, masalan, qo'shimcha to'lovlar yoki bonuslar berishda hisobga olinishi mumkin. Bu degani, agar siz allaqachon nafaqada bo'lsangiz, sizning nafaqangiz keskin kamayib ketmasligi kerak, ammo kelgusida nafaqangizning o'sishi yangi formulaga ko'ra biroz boshqacha hisoblanishi mumkin. Bu esa ba'zi hollarda afzallik berishi ham mumkin. Kim xavotirlanishi kerak? Asosan norasmiy ravishda ishlaydiganlar, ya'ni rasmiy ish staji yoki pensiya jamg'armasiga badallari bo'lmagan shaxslar. Ular uchun kelajakda minimal nafaqa olishdan boshqa variant qolmasligi mumkin. Bu esa yoshlikda yig'ilgan jamg'armalarga bog'liq bo'lgan yuqori nafaqa olish imkoniyatidan mahrum etadi. Keling, bir nechta aniq misollarni ko'rib chiqaylik. Raqamlar va real hayotiy vaziyatlar bilan chuqurroq tahlil qilamiz. Birinchi misol, 35 yoshli yosh mutaxassis. Aytaylik, uning ismini Ali deb olamiz. Ali hozirda Toshkentdagi yirik IT kompaniyada dasturchi bo'lib ishlaydi va uning oylik ish haqi 10 million so'm. Uning ish beruvchisi har oyda qonunchilikda belgilangan miqdorda pensiya badallarini Ali nomiga. Uning shaxsiy pensiya jamg'arma hisob varag'iga o'tkazadi. Yangi qoidalarga ko'ra, agar Ali 25 yil davomida shu tarzda faoliyat yuritib, uning ish haqi har yil inflyatsiyaga mos ravishda oshib borsa va pensiya jamg'armasidagi mablag'lar ham, masalan, yillik kekesbardi daromadlilik bilan investitsiya qilinib ko'paytirilsa, nafaqaga chiqqanida uning shaxsiy hisob varag'ida juda katta miqdorda mablag' yig'iladi. Tasavvur qiling, uning ish haqidan har oy ugun biznes, ya'ni 1 million so'm pensiya badali o'tkazilsa, 25 yil 300 oy davomida to'langan asosiy mablag' 300 million so'm bo'ladi. Agar bu mablag' ustida o'rtacha 8% yillik daromadlik to'plansa, murakkab foiz hisobi bilan uning nafaqaga chiqqan paytidagi jamg'armasi 700-800 million so'mga yetishi mumkin. Bu esa unga har oyda hozirgi kunda o'rtacha nafaqadan 2.3 barobar, ya'ni oyiga 5-6 million so'm atrofida yuqori nafaqa olish imkoniyatini beradi. Bu misol shuni ko'rsatadiki, Ali o'zining mehnat faoliyatiga qancha ko'p investitsiya kiritsa va qancha uzoq rasmiy mehnat stajiga ega bo'lsa, kelajakda shuncha katta foyda ko'radi.
Bu tizim shaxsiy javobgarlikni oshiradi va uzoq muddatli rejalashtirishga undaydi. Ikkinchi misol, 50 yoshli tadbirkor ayol. Ismini Dildora deb olaylik. Dildora so'nggi 15 yil davomida yakka tartibdagi tadbirkor sifatida faoliyat yuritgan. Ba'zi yillarda u o'z pensiya badallarini to'liq to'lagan bo'lsa, ba'zi yillarda, masalan, moliyaviy qiyinchiliklar tufayli minimal miqdorda yoki umuman to'lamagan bo'lishi mumkin. Endi esa uning yig'ilgan jamg'armalari uning nafaqasiga bevosita ta'sir qiladi. Agar Dildora oxirgi 5 yilda pensiya jamg'armasiga yaxshi badallar to'lagan bo'lsa-da, undan oldingi 10 yilda minimal to'lovlarni amalga oshirgan bo'lsa, uning nafaqasi Ali kabi yosh mutaxassislarnikidan sezilarli darajada past bo'ladi. Uning uchun muhim maslahat shuki, nafaqa yoshiga yetguncha qolgan muddatda imkon qadar ko'proq badal to'lash orqali vaziyatni yaxshilash mumkin. Masalan, agar u o'zining yig'ilgan badallari 20 million so'm atrofida ekanligini bilsa, bu miqdor unga oyiga taxminan 2 million so'm nafaqa berishi mumkin. Bu esa to'liq badal to'lagan kishining nafaqasidan ancha past bo'lish ehtimoli bor. Bu yerda Dildoraning harakatlari, ya'ni qolgan 5 yilda imkon qadar ko'proq badal to'lash, uning kelajakdagi nafaqasini sezilarli darajada oshirishga yordam beradi. Chunki tizim aynan shaxsiy hissaga qarab baholashga asoslanadi. Uchinchi misol, kolxozda 30 yildan ortiq ishlagan qishloq fuqarosi. Ismini O'chil Amaki deb ataylik. O'chil Amakining ish staji uzun, ammo uning ish haqi har doim ham yuqori bo'lmagan. Ba'zi yillarda hatto natural mahsulotlar bilan hisob-kitob qilingan. Yangi tizimda uning ahvoli qanday bo'ladi? Agar uning nomi bilan shaxsiy pensiya hisob varag'iga o'sha davrdagi qonunchilikka muvofiq badallar o'tkazilgan bo'lsa, uning nafaqasi o'rtacha darajada bo'lishi mumkin. Lekin agar o'sha paytlarda hisob-kitoblar to'liq shaffof bo'lmagan bo'lsa yoki badallar minimal miqdorda o'tkazilgan bo'lsa, uning uzoq ish stajiga qaramay nafaqasi kutilganidan past bo'lishi mumkin. O'chil Amaki kabi shaxslar uchun eski qoidalarga muvofiq hisoblangan nafaqa miqdorini yangi qoidalar bilan solishtirish imkoniyati berilishi kerak. Bu yerda davlatning ijtimoiy himoya mexanizmlari, ya'ni minimal kafolatlangan nafaqa miqdori juda muhim rol o'ynaydi. Ya'ni hech bir shaxs hatto badallari kam bo'lsa ham mutlaqo nafaqasiz qolmaydi. Balki davlat tomonidan belgilangan minimal kafolatlangan nafaqa miqdorini oladi. Masalan, agar uning yig'ilgan jamg'armasi juda kam bo'lsa, masalan, unda 20 million so'm, u hisob-kitobga ko'ra oyiga 500-700 ming so'm olishi mumkin. Ammo davlat tomonidan belgilangan minimal pensiya miqdori deylik 800 ming so'm bo'lsa, u baribir 800 ming so'm oladi. Bu ijtimoiy adolat tamoyilini saqlab qolishga qaratilgan. Kim xavotirlanishi shart emas. Eng avvalo, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan imtiyozli toifadagi shaxslar, masalan, urush faxriylari, Chernobil fojiasi oqibatlarini bartaraf etishda qatnashganlar, xizmat burchini bajarish chog'ida halok bo'lgan harbiylarning oila a'zolari, shuningdek I va IDI guruh nogironlari kabi shaxslar. Ularning nafaqalari maxsus qonunlar asosida belgilanadi va odatda yangi formula ularning asosiy nafaqa miqdoriga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatmaydi. Balki ular uchun alohida qoidalar amal qiladi. Shuningdek, nafaqa olishda davom etayotgan va barcha badallar rasman to'langan, ish staji to'liq hisobga olingan fuqarolar ham katta xavotirga tushishlari shart emas. Chunki ularning oldingi hisoblangan nafaqalari saqlanib qoladi va kamaytirilmaydi. Muhimi shundaki, yangi tizim asosan kelajakdagi nafaqaxo'rlar uchun, ya'ni hozirda ishlayotganlar uchun mo'ljallangan va ularning nafaqasini ularning o'z mehnatiga, jamg'armalarga va individual hissalarga bog'lab qo'yishga qaratilgan bo'lib, ijtimoiy sug'urta tamoyillariga yanada ko'proq mos keladi. Main Part 2 har qanday yangi tizimda bo'lgani kabi, bu yerda ham ba'zi istisnolar, e'tibor berish kerak bo'lgan jiddiy nuanslar va kutilmagan jihatlar mavjud bo'lib, ularni bilish sizni ko'plab tushunmovchiliklardan himoya qiladi. Avvalo, shuni ta'kidlash kerakki, yangi pensiya qonunchiligida o'tish davri nazarda tutilgan. Bu degani barcha o'zgarishlar bir kunda kuchga kirmaydi, balki bosqichma-bosqich, ma'lum bir muddat davomida amalga oshiriladi. O'tish davri, masalan, 5 yildan 10 yilgacha bo'lishi mumkin va bu muddat davomida ham eski, ham yangi qoidalar birgalikda qo'llanilishi mumkin. Bu esa fuqarolarga yangi tizimga moslashish imkoniyatini beradi. Bu ayniqsa nafaqa yoshiga yaqinlashib qolgan, lekin hali pensiyaga chiqmagan fuqarolar uchun juda muhimdir. Ular uchun nafaqa hisoblashda eng maqbul variantni tanlash imkoniyati berilishi mumkin.
Ya'ni agar eski qoidalarga ko'ra hisoblangan nafaqa miqdori ko'proq bo'lsa, o'sha asosda agar yangi qoidalar bo'yicha hisoblangan nafaqa miqdori yuqoriroq bo'lsa, yangi asosda tayinlanishi mumkin. Bu juda muhim nuans. Chunki bu sizning nafaqangizni maksimal darajada oshirish imkoniyatini yaratadi va fuqarolar manfaatlarini himoya qiladi. O'tish davri oxirida esa butunlay yangi qoidalar asosida ish ko'riladi. Yana bir muhim jihat shuki, ba'zi kasb egalari uchun, masalan, yer osti ishlarida sog'liq uchun juda zararli va og'ir mehnat sharoitlarida ishlaganlar, shuningdek shifokorlar, o'qituvchilar, ilmiy xodimlar kabi ijtimoiy muhim sohalarda faoliyat yuritganlar uchun maxsus imtiyozlar saqlanib qolishi mumkin. Bu kabi kasb egalari uchun nafaqa tayinlashda ish staji yoki yoshi bo'yicha imtiyozlar. Shuningdek, nafaqa miqdorini aniqlashda alohida koeffitsiyentlar qo'llanilishi mumkin. Shuning uchun agar siz shunday toifaga kiruvchi fuqaro bo'lsangiz, o'z sohangizga tegishli qonunchilikdagi o'zgarishlarni va sizga berilgan imtiyozlarni diqqat bilan kuzatishingiz shart. Misol uchun, ma'lum bir guruhdagi shifokorlar uchun erta pensiyaga chiqish imkoniyati yoki ularning maoshlaridan o'tkazilgan badallar uchun yuqori koeffitsiyentlar saqlanib qolishi mumkin. Bu ularning nafaqa miqdorini sezilarli darajada oshirishga yordam beradi. Bu davlatning ma'lum sohalardagi mehnatni rag'batlantirishga qaratilgan siyosatining bir qismi bo'lishi mumkin. Qopqonlar va e'tibordan chetda qolishi mumkin bo'lgan holatlar haqida ham alohida to'xtalib o'taylik. Eng katta qopqonlardan biri bu norasmiy bandlikdir, ya'ni konvertda ish haqi olish. Agar siz rasmiy tarzda ishlamasangiz va pensiya jamg'armasiga badallar o'tkazilmasa, kelajakda siz faqat davlat tomonidan kafolatlangan minimal nafaqa miqdoriga umid qilishingiz mumkin. Bu esa sizning oldingi hayotingizdagi daromadingizga nisbatan juda oz bo'lishi mumkin. Natijada pensiyaga chiqqaningizda moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelishingiz mumkin. Ko'pchilik qora ish haqini afzal ko'radi. Chunki undan soliqlar ushlanmaydi. Ammo ular kelajakdagi nafaqalari uchun o'zlariga katta zarar yetkazayotganini tushunmaydilar. Bu nafaqa ta'minotining asosiy tamoyillariga zid bo'lib, nafaqaxo'rning moliyaviy ahvolini jiddiy ravishda yomonlashtirishi mumkin. Chunki bugungi kunning qulayligi ertangi kunning moliyaviy xavfsizligini kafolatlamaydi. Yana bir noaniq nuans bu. Agar siz uzoq vaqt davomida chet elda ishlagan bo'lsangiz va u yerda pensiya badallarini to'lagan bo'lsangiz, bunday holatda O'zbekistonda nafaqa tayinlashda chet eldagi ish staji va badallar qanday hisobga olinadi? Odatda bu masalalar davlatlararo xalqaro shartnomalar yoki bitimlar asosida hal qilinadi. Ammo bu har bir davlat bilan alohida kelishuvlarga bog'liq bo'ladi va bunday kelishuvlarning mavjudligi yoki yo'qligi juda muhim. Shuning uchun agar siz chet elda ishlagan bo'lsangiz, o'zbek diplomatik vakolatxonalariga, konsulliklarga yoki bevosita pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, aniq ma'lumot olishingiz shart. Rossiya Federatsiyasida ishlagan fuqarolarimiz uchun ma'lum kelishuvlar mavjud bo'lib, ularning ish staji O'zbekistonda pensiya hisoblashda qisman inobatga olinishi mumkin. Ammo boshqa davlatlar bilan shunga o'xshash kelishuvlar yo'q bo'lishi mumkin. Bu holatda sizning chet eldagi mehnat faoliyatingiz O'zbekistondagi nafaqangizga to'liq ta'sir qilmasligi ehtimoli bor. Faqat staj sifatida hisoblanishi mumkin. Ammo badallar miqdori to'g'ridan to'g'ri o'tkazilmaydi yoki hisobga olinmaydi. Bu sizning chet elda ishlagan yillaringiz uchun alohida pensiya olishingiz kerakligini anglatishi mumkin. Shuningdek, nafaqa tizimining raqamlashtirilishi va elektron hujjat aylanishining joriy etilishi ham muhim o'zgarishdir. Endilikda ko'plab jarayonlar, masalan, pensiya tayinlashga ariza berish, ma'lumot olish, hisob varaq holatini tekshirish elektron shaklga o'tkaziladi. Bu esa nafaqa tayinlash jarayonini tezlashtirishi, shaffofligini oshirishi va korrupsiyaviy holatlarning oldini olishi kerak. Biroq bu eski avlod vakillari uchun, ya'ni texnologiyalardan unchalik foydalana olmaydigan yoki internetdan bexabar bo'lganlar uchun qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Ular uchun pensiya jamg'armasi xodimlari tomonidan qo'shimcha yordam va tushuntirish ishlari tashkil etilishi juda muhimdir. Elektron pochta, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali MyBogov uz orqali murojaat qilish imkoniyatlari kengaytiriladi. Lekin bu imkoniyatlardan foydalanishda yordamga muhtoj bo'lganlar unutilmasligi kerak. Ularga konsultatsiya punktlari, telefon markazlari orqali yordam ko'rsatilishi kerak. Yana bir kutilmagan nuans, bu nafaqa yoshining kelajakda o'zgarish ehtimoli. Garchi hozirda bunday rasmiy e'lonlar bo'lmasa-da,
ko'plab rivojlangan mamlakatlarda aholining umr ko'rish davomiyligi oshishi sababli pensiya yoshi ko'tarilmoqda. O'zbekistonda ham bu tendensiya kelajakda kuzatilishi mumkin. Ayniqsa demografik o'zgarishlar va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash zaruriyati ortib borayotganini hisobga olsak. Shuning uchun bu kabi ehtimoliy o'zgarishlarni ham yodda tutish lozim. Hozirda erkaklar uchun 6 yosh, ayollar uchun 25 yosh bo'lgan nafaqa yoshi kelajakda bosqichma-bosqich o'zgarishi mumkinligini ham nazarda tutish kerak. Bu o'zgarishlar odatda uzoq muddatli davrga mo'ljallanadi va oldindan keng jamoatchilik muhokamalari bilan e'lon qilinadi. Shuning uchun hozirdan xavotirlanishga sabab yo'q. Ammo kelajakdagi shaxsiy rejalaringizni tuzishda bu ehtimolni ham hisobga olishingiz foydadan xoli bo'lmaydi. Bu sizning uzoq muddatli moliyaviy rejalashtirishingiz uchun muhim omil bo'lishi mumkin. Practical advice. Xo'sh, aziz do'stlar va tomoshabinlar, ushbu jiddiy o'zgarishlar fonida siz nima qilishingiz kerak? Qanday amaliy va aniq qadamlarni qo'yishingiz lozim? Toki bu o'zgarishlar sizning foydangizga ishlasin va moliyaviy xavfsizligingizni ta'minlasin. Men sizlarga to'liq va tushunarli ko'rsatmalar beraman. Birinchi qadam. O'zingizning pensiya jamg'arma hisob varag'ingiz holatini zudlik bilan tekshiring. Bu sizning kelajakdagi nafaqangizni belgilaydigan eng muhim va birinchi qadamdir. Sizning nomingizga qancha mablag' yig'ilganini, qancha muddatga va qanday summalarda badallar to'langanini aniqlashingiz shart. Buni amalga oshirishning bir nechta ishonchli va qulay yo'li bor. 1. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga shaxsan murojaat qiling. Yashash joyingizdagi yoki oxirgi ish joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga borib, shaxsiy pasportingiz bilan murojaat qilsangiz, ular sizga o'zingizning shaxsiy pensiya hisob varag'ingizdan batafsil ko'chirma berishadi. Bu ko'chirmada sizning barcha to'lamagan badallaringiz, ularning sanalari, miqdorlari va umumiy jamg'arilgan summa aks etadi. Bu eng an'anaviy va to'liq ma'lumot olish usulidir. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali My bankdaga buzqali elektron murojaat qiling. Agar sizning elektron raqamli imzo kalitingiz bo'lsa, shu portal orqali o'z shaxsiy pensiya hisob varag'ingiz holati haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Bu juda qulay, zamonaviy va vaqtingizni tejaydi. Buning uchun my.uz saytiga kiring. Nafaqa va imtiyozlar bo'limini toping va individual jamg'arib boriladigan pensiya hisob varag'idagi mablag'lar holati to'g'risida ma'lumot xizmatini tanlang. Elektron raqamli imzongiz yordamida avtorizatsiyadan o'tgach, barcha kerakli ma'lumotlar ekranda aks etadi va uni yuklab olish yoki chop etish imkoniyati ham bo'ladi. Bank orqali murojaat qiling. Ba'zi tijorat banklari ham o'z mijozlariga shu kabi xizmatlarni onlayn yoki offlayn tarzda taqdim etishi mumkin. Ammo bu borada bank bilan oldindan bog'lanib aniqlashtirish zarur. Misol uchun, mobil ilovalar orqali ma'lumot olish imkoniyati mavjud bo'lishi mumkin. Ikkinchi qadam, aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish. Agar sizning pensiya hisob varag'ingizda kamchiliklar, masalan, ish beruvchingiz badallarni o'z vaqtida yoki to'liq to'lamaganligi yoki umuman to'lamaganligi aniqlansa, darhol choralar ko'rishingiz shart. Bu sizning kelajakdagi nafaqangizga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiluvchi jiddiy masala. 1. Avvalo, ish beruvchingiz bilan bog'laning va vaziyatni xotirjamlik bilan tushuntiring. Ulardan ushbu kamchiliklarni bartaraf etishni, ya'ni to'lanmagan badallarni to'lashni talab qiling. Ko'pincha bu oddiy tushunmovchilik yoki buxgalteriyadagi xatolik bo'lishi mumkin. Sizda mavjud bo'lgan barcha dalillarni, masalan, ish haqi varaqchalari yoki bank ko'chirmalarini taqdim etishingiz mumkin. 2. Agar ish beruvchingiz hamkorlik qilishdan bosh tortsa, vaziyatni inkor etsa yoki bu masalani hal etmasa, pensiya jamg'armasiga yoki mehnat inspeksiyasiga rasmiy ariza bilan murojaat qiling. Arizangizda vaziyatni batafsil bayon eting. Ish beruvchingizning nomini, faoliyat turini, to'lanmagan davrlarni va aniq miqdorlarni ko'rsating. Shuningdek, qo'lingizdagi barcha tegishli hujjatlarni, mehnat shartnomasi, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, bank ko'chirmalari, badallar to'lanmaganligi haqidagi pensiya jamg'armasi ko'chirmasi va boshqalar ilova qiling. Bu holatda davlat organlari sizning huquqlaringizni himoya qilishga majbur. 3-qadam, rasmiy bandlikka o'tishni ko'rib chiqing. Agar siz norasmiy ravishda ishlayotgan bo'lsangiz, ya'ni hech qanday rasmiy shartnomasiz yoki badallar to'lamasdan faoliyat yuritayotgan bo'lsangiz, kelajakdagi nafaqangiz uchun ziyon ko'rmaslik uchun rasmiy bandlikka o'tishni jiddiy o'ylab ko'ring. Bu sizga nafaqat pensiya jamg'armasiga badallar to'lash imkoniyatini beradi,
balki ijtimoiy himoyaning boshqa turlarini kasallik varaqasi bo'yicha nafaqalar, homiladorlik va tug'ish bo'yicha nafaqalar, ishsizlik nafaqasi va boshqalar olish huquqini ham ta'minlaydi. Yakka tartibdagi tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilgan shaxslar uchun ham o'z vaqtida va to'liq pensiya badallarini to'lash juda muhimdir. Soliq idorasiga murojaat qilib, o'zingizning faoliyatingizni rasmiylashtirish va pensiya badallarini to'lash tartibi haqida batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Ba'zi faoliyat turlari uchun soddalashtirilgan soliq va pensiya badallari tizimi mavjud. Ularni o'rganib chiqishingiz foydali bo'ladi. 4-qadam, ma'lumotli bo'ling va o'zgarishlarni muntazam kuzatib boring. Pensiya qonunchiligi doimiy ravishda o'zgarishi mumkin, chunki jamiyat va iqtisodiyot rivojlanib boradi. Shuning uchun pensiya jamg'armasining rasmiy veb-saytini va Adliya vazirligining Lexus portalini, shuningdek, mening kanalim kabi ishonchli axborot manbalarini muntazam ravishda kuzatib boring. Bu sizga eng so'nggi o'zgarishlar va yangiliklardan xabardor bo'lishingizga yordam beradi. Har bir yangi qonun yoki qoidaning o'ziga xos tafsilotlari bo'ladi. Ularni o'rganish sizning foydangizga xizmat qiladi. Pensiya qonunchiligi bo'yicha e'lon qilinadigan qarorlar, farmonlar va tushuntirishlarni diqqat bilan o'qib chiqing. 5-qadam. Maslahat olishdan cho'chmang va mutaxassislarga murojaat qiling. Agar sizda biron bir savol tug'ilsa, qaysidir jihatni tushunmasangiz yoki aniq bir vaziyatda qanday yo'l tutishni bilmasangiz, darhol pensiya jamg'armasining mutaxassislariga murojaat qiling. Ularning telefon raqamlari pensiya jamg'armasining rasmiy veb-saytida yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida mavjud. Shuningdek, yuridik maslahat xizmatlaridan ham foydalanishingiz mumkin. Ba'zan birgina kichik maslahat kelajakda katta muammolarning oldini olishga yordam beradi. Masalan, siz qaysi turdagi nafaqaga murojaat qilishingiz mumkinligi, qanday imtiyozlarga ega ekanligingiz yoki qaysi hujjatlarni to'plashingiz kerakligi haqida aniq ma'lumot olishingiz mumkin. Hujjatlarni to'plashda ham qiyinchiliklarga duch kelsangiz, pensiya jamg'armasi mutaxassislari sizga yordam berishga majburdir. Ular sizga kerakli blankalarni berishadi, to'ldirish tartibini tushuntirishadi va hatto ba'zi hujjatlarni olishda ko'maklashishlari mumkin. O'zingizning huquqlaringizni bilish va ulardan foydalanish juda muhimdir. Conclusion and Final Hook aziz do'stlar, ko'rib turganingizdek, pensiya tizimidagi o'zgarishlar juda jiddiy va har birimizga tegishli. Ular nafaqaxo'rlarimizning moliyaviy farovonligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Bugungi videoda men sizlarga bu o'zgarishlarning mohiyatini, kimlarga ta'sir qilishini, qanday istisnolar borligini va eng muhimi, nima qilishingiz kerakligini batafsil tushuntirishga harakat qildim. Sizning kelajakdagi nafaqangiz bevosita bugungi harakatlaringizga bog'liq. Shuning uchun men bergan maslahatlarga amal qiling. O'z huquqlaringizni biling va doimiy o'zgarishlardan xabardor bo'lib turing. Umid qilamanki, ushbu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi. Sizning fikringiz men uchun juda muhim. Iltimos, ushbu o'zgarishlar haqida qanday fikrdasiz? Sizga qaysi jihatlar ko'proq ta'sir qildi? Bularning barchasini izohlarda yozib qoldiring. Men har bir izohni diqqat bilan o'qiyman va imkon qadar javob berishga harakat qilaman. Shuningdek, videoga like bosishni va kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Shunda kelgusi muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaysiz. Kelajakdagi videolarimda yanada foydali ma'lumotlar bilan bo'lishishga harakat qilaman. Sog' bo'ling va o'zingizni ehtiyot qiling.